bemorni sog'aytirish uchun uni o'sha kasalligi nima sababdan vujudni ichida paydo bo'ldi degan sababini topib o'sha sababni bartaraf qilinsa, insonni organizmi o'sha oldingi sog'ligini o'zi yana qaytadan tiklab olish xususiyatiga ega. Chunki Alloh insonni tuzaluvchan qilib yaratgan. Bu to'g'risida Yunon faylasufi Demokrit shunday yozgan. Odamlar o'z toat ibodatlarida Allohdan tansihatlik tilaydilar. Biroq Alloh tansihatlik kalitini tug'ilgandanoq ularning o'z qo'llariga tutqazib qo'yganidan bexabardirlar deb hattoki shu g'ayriddin ham bilar ekan, Allohni ham aytgan ekan. Siz nima uchun uyqusizlik kasalligiga mubtalo bo'ldingiz bilasizmi? Nima uchun sizda qulog'ingizda shavqin paydo bo'lib qolganini bilasizmi? Nima uchun sizni yopishqoq o'y-xayollar qiynab, yopishqoq o'y-xayollar paydo bo'lib qolganini siz bilasizmi? Nima uchun sizni ichingizda vahima kasalligi, nevroz kasalligi paydo bo'lib qolganini bilasizmi? Nima uchun sizni qon bosib qiynaydiganligini bilasizmi? Nima uchun sizni umurtqa pog'oningizda, qo'l-oyoqlaringizda og'riq, uvishlar borligini bilasizmi? Nima uchun sizni oshqozoningiz og'riydigan bo'lib qoldi, ovqatlarni hazm qila olmayapsiz? Nima uchun sizni ichaklaringiz yaxshi ishlamayotgan bo'lib qoldi? Nima sababdan shundayligini bilasizmi? Mana shu sabablarini bilib, topib, uni bartaraf qilsangiz, siz bitta dori-darmonsiz osongina sog'ayib ketasiz. Ming afsus, bizga Mid institutda mana shu bilimlar berilmagan. Shuning uchun bemorlarni vrachlar kasalligi nimadan kelib chiqdi deb o'sha kasallikning sabablarini topib bartaraf qilishmagani uchun bemorlar sog'aymasdan surunkali kasal bo'lib yurishibdi. Azizlar, insonni sog'aytirish oson. Faqatgina o'sha kasallikni keltirib chiqargan sababini bartaraf qilinsa, bemorning organizmi osongina sog'ayadi. Agar kimda kim Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markaziga kelib, o'sha kasalliklarning sababini topib, kasallikning sababini bartaraf qilingandan keyin inson bir barakaga bir nechta kasallikdan osongina sog'ayganlarni ko'rmoqchi bo'lsa, marhamat, mana bu yerda YouTube kanalimizni yozib qo'yaman. Shu YouTube kanaldan doktor.hasanov deb yozsangiz, YouTube kanaliga o'tib ko'rasiz. Bizga kelib sog'aygan odamlarning o'z og'zi bilan aytgan natijalarini. Siz ham bizni dori-darmonsiz sog'ayish deb nomlangan kursimizga kelib qatnashingda kasallikning sababini siz bilan birgalikda qanday topamiz, uni qanday bartaraf qilamiz, uni ko'rasiz. Sababini bartaraf qilganimizdan keyin sog'ayganingizni o'zingiz sog'ayganingizda ko'rasiz. Mana bu telefon raqamga qo'ng'iroq qilib kurslarimiz to'g'risida ma'lumot oling.